Assalomu alaykum aziz birodarlar. Biz o'zgacha video qilyapmiz. Mana Dubayda hayvonlarni hech kim menimcha reklama qilmagan, narxlarini ham aytib o'tib ketmagan. Mana biz shu keldik, ataylab keldik 200 kilometr joyga, qishlog'iga. Mana bu echkichalarimizni eng arzoni 2 milliondan boshlanar ekan, kattaroqlari 3 milliongacha ekan. Egalaridan narxini so'radi, keyin men e'tibor berdim, quloqlariga ham qistirg'ich qistirganda zarar yetkazmaylik deb. Bizda qulog'ini qirt etib kesib qo'yadi. Batda umuman nihoyatda ehtiyotlik bilan qarashar ekan. Shunisiga men tan berdim. Assalomu alaykum brother. How much is this chips? One piece 900, 815, yani last 750. Mashallah. Xo'p, bu qo'ylarimizning narxi 2 milliondan 3 milliongacha ekan batda ham. Bir xil ekan. Echki bilan qo'yning narxi почти bir xil yurar ekan. Okamizdan narxini so'radik. Lekin qo'ylar anchadan semiz ekan. Ha, endi semiz deb ham bo'lmaydi. Bularni yemlash kerak. This is my friend. Akaxonlar bizni. Hey, yes. Why not? Ruby. This is Asad. Yes. Okay. Please make the Azerbaijan man. This man. Very fat man. This man. Too much fat. This is Suri. Sorry. Suri. Yeah, I know. You know Suri? I know. This is Suri. Narxlarni ham bilaylik, Eliyorjon. Narxlarni ham bilaylik. How much is this? This one is 850 dirham. Okay. 750, 850. Please look. Come here. Tushunmayman. Tarjimoni. This one. Please look. Wow. This one. Wow. This is from Saudi. It is from Saudi. Arabiston qo'ylari. Yes. His name is Najdi. Wow. Najdi. Look this one. Yes. Eliyorjon dollarda hisoblab aytib keting burilib. One piece price is 1,200. Wow, 1200. Uzbekistan. 1200 dirham ekan mana bu. Arabiston qo'ylari. Ha, nima ekanda? Face like this. 4 million ekanmi biz pulga? Yes. This from is Saudi. Yeah. This is high, long. 4 millionmi biz pulga Eliyorjon? Ha, 4 million. Ya bizda bundan qimmat, ha? Bizda qimmatmi? Yes, look. Here, Nari kichikroqlarni ham narxini bilaylik, Eliyorjon. Narigilarni ham. This is from Syria. Bu Suriyadan kelibdi. Syria. Suriyadan kelgan. Wow. This one is Morocco. No, this Okay. An Morocco qo'ylar ekan. Mana bu oq. This is my Yal gold. Wow. This from is Oman. Omandan kelgan Yeah, all comes in Oman. Omonda goldlari. Mashallah, 600 dirhamdan ekan. I am owner of 3 shops. Alhamdulillah. Oh, Hey, this is my 3 shops. you're very rich man. No, rich man, brother, not rich man. Samson. Yeah, you're very big boss. No, boss Allah. Boss Allah. Aynen. Tuzni qaralar qo'yib qo'yishini. Zo'rmi? Pade. Wow. You are a vlogger? Tuya bozorida biz. Mana tuyamiz bo'g'az ekan, yaqinda tug'ar ekan. Pulini 20 ming dirham dedi. Ha, shunday. Dollarda qancha bo'ladi? 6000 dollar. 6000 dollar ekan. Endi batda 3000 dollarliklari ham bor ekan. Eng arzoni 3000 dollardan boshlanar ekan bu tuyalarimiz. 6000 dollargacha. Holatiga qarab, boqilganiga qarab. Wow. Bu yerda xuddi bizga o'xshab mol bozorida bo'lsa, bu yerda tuya bozori bo'lar ekan. Mol yo'q ekan bu yerda. Faqat qo'y, echki, tuya bo'lar ekan. Puli necha pul ekan? Xo'p, birodarlar buni narxini so'radik. Bu tuyamizning narxi 3000 dollar ekan. Endi aka bilan gaplashsa, chetga tushirib bersa kerak. Rosa boqilgan tuya ekan. Qo'ysa bo'laverar ekan insonga.
Birodarlar, mana ehson uchun ham tuyalar bor ekan. Mana shular standart ekan bularni. Xo'p, biz dollarda hisoblayapmiz. Endi ularni so'mini konvertatsiya qilyapmiz. 1,5 ming dollardan ekan mana shular. Tanlab olishi tuyalarni. 1,5 ming dollardan olib borib so'yilaverar ekan bemalol ehson.